Ko'chirib oldik mana. Ko'chirib olgandan keyin OKni bosamiz. Ko'k papka deb o'rganganmiz, shunga kiramiz, saqlanib qiladigan joy. Rабочий stol tanlaymiz. Tanlagandan keyin mana saqlanib ustida turamiz. Saqlanibni bosib olmaymiz, shiftni ushlab turib, keyin saqlanibni bosamiz mana. Mana fayl успешно сохранен deydi. OKni bosamiz. Chiqamiz. Kalitni yopib turamiz, o'tirib qolmasligi uchun. Tak. Endi mana u faylimiz mana shu yerda turibdi mana. 548 da ko'chirib olganmiz. Mana soatimiz 548. Endi bizlarda mana shunaqa приложение bor. Mana Zash DPS kiramiz. Mana. O'zi oddiy qilingan mana, o'zbekcha ichi. Bunday ptichkani qo'yamiz, cruise control va avtozapускka. Agar avtozapust o'zini qilmoqchi bo'lsangiz ham farqi yo'q, cruise controlga ham qo'yib qo'yaverasiz. Mana fayl tanlashni bosamiz. Рабочий stoldan ana faylimizni qidiramiz endi. Qaysi edi? Mana 5150 ga. Mana 548 da ko'chirilgan. Shuni ustiga mana 2 marta uramiz, mana. Ursak, siz tanlagan proshivkada avtozapus funksiyasi oldin yoqilgan deydi. Endi avval yoqib o'zimiz urganmiz. Agar yoqilmagan bo'lganda edi, siz tanlagan proshivkada avtozapus va cruise funksiyasi yoqildi deb yozardi. OKni bosamiz, mayli. OKni bosib chiqamiz. Mana ustida tursak, mana oxiriga cruise plus avtozap deb yozilib chiqadi o'zi. Faylni oxiriga qo'shgandan keyin mana bu eskisi mana. Shu eski faylingiz qayerda tursa, avtozapus cruise control qo'shgan faylingiz ham shu papkadan chiqadi. Masalan, рабочий stoldami? Mana рабочий stoldan chiqdi. Endi kalitni ochib, kombiloderga kiramiz. Buni avval biz qilib qo'yganmiz buni, shu video uchun qaytadan ko'rsatib chiqyapman sizlarga. Delphi отсылка tanlangan, E83 tanlangan. Papkadan kirib mana ikkitasi turibdi. Mana bu eski, mana bu qo'shganimizdan keyin mana bu chiqib qolgan mana. Cruise plus avtozap chiqqan. Ustiga 2 marta uramiz. 2 marta ursak, mana fayl yuklandi deydi. Zapisni bosamiz. Dani bosib olsak, o'zi yozib ketadi. Faqat DPS o'zida qiladigan ustalarimiz bor. Maslahat bermayman, sababi mashinada zo'r proshivka yozilib kelgan bo'lsa, sizlar majbur bo'lasizlarki, boshqa proshivkaga o'zgartirishga. Sizlarning proshivkalaringiz mashinaning o'zida turgan proshivkadan kuchli tortsa ham klientga yoqmay qolishi mumkin-da, masalan. Yo'q, meni hammasi zo'r deganingiz bilan. Shuning uchun professionalniy programmator olishningizni, hatto bu kombiloder olishningizni tavsiya qilaman. Ya'ni tak biz tablo bitsem motorga yozdik. Xudo xolasa. Korobkani ham mayli hozir ko'rsatib, korobkani cruise control avtozapuskga umuman aloqasi yo'q. Korobkaga yozishdi. Prosta uni ko'rsatib o'tib ketaman. Завершение соединения, операция успешно завершена deydi. Chiqib ketamiz. Mashinani zavod qilamiz. Zavod qildik.